Dugona Kananoyjoning iftorga Xorazmning mashhur go'shtli nonini qilgin deganda bezovta bo'lib qolmaslik uchun videoni oxirigacha o'tkazib yubormasdan ko'rgin. Hamma sirasilovlari bilan o'rgataman. 2,5 piyola iliqdan issiq suvni idishga solasan. 1 osh qoshiq tuz, bitta tuxum, 1 osh qoshiq roza solib aralashtirasan. Ketidan keraklicha un solib o'rtacha qattiqlikda xamir tayyorlab 1 soatga oshirishga olib qo'yasan. Ichini nachinkasi uchun yog'liroq go'shtni yubka qilib to'g'raysan. Ketidan dumba, piyoz, bolgarskiyni ham to'g'rab, tuz, qora murch, zira solib qo'ling bilan yaxshilab ketidan o'simlik yog'ini solib yana aralashtirasan. Oshgan xamirni zo'lachalarga bo'lib, birin-ketin katta qilib yoyasan. Ichiga eritilgan sariyog' surasan. Ichiga nachinkasini bir tekis qilib solib, rulet shaklida o'raysan va 10 daqiqaga tindirib qo'yasan. Pergament qog'oz ustiga un sepib, yoyib olasan. Ustiga qatiq surib, vilka bilan teshasan. Qizib turgan duxovkada 180 gradusda yarim soat davomida pishirib olasan. Dugona qarabsanki, qaynanangdan rahmat eshitasan. Mazasiga kelsak, xorazmchasiga dim mazali. Retsept yoqqan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib, shuncha mehribonlik harakati bitta yurakchani ham qizartirib ketishni unutmagin. Yoqimli ishtaha.